Assalomu alaykum. Voy, olmalarni taxlabsiz o'zi ham. Nechta bu olmalar? Bularchi? Buchi? Bularchi? Bular 35 ming. Nimaga? Bularchi? Chiroyliligini qarang, ko'rib yegilaringiz kelib ketadi. Bularchi ham semenikalar? Optimgachi? Bitta qarab qo'yiladigan odamga. 15 mingdan bo'ladigan, ha? Yo'q, hozir kerak emas menga. Men faqat narx-navolarni so'rab yuribman. G'irt zerikkan odamman men. Bozordagi. Mana. Yo'qda ham bor ekan olmalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Olmalar champur. Bular. Nima bormi? 14 mi? Nima deydi? Guruch nima? Assalomu alaykum. Guruchchunimi? Bor. Bugun o'taman-da esdan chiqmas. Bo'ldi. Nech pul o'zi bular o'zi? Senga kelishtirib beraman. Nech pul qilib berasiz? 13 ming. Bozorda bolasi bo'lgan yaxshi baribir, ha. Bozorda bolasi bo'lsangiz 20 ming narsani ham 14 ming, 15 ming olasiz. Shu bozorda yursangiz yaxshi va. Ha. Qaysidan beri? Qizildan? Yo'q, faqat narxlarni so'raman. Mana buni qarang. Quyoshlarda, ha. Qani o'zi yaxshimi? Yalvirab turishlari. Nech pul bular? 25. 25, ha? Bularchi? Bu nordonmi? O'zi nech pul? Bu ham shu 20 beramiz-da. Nordon bo'ladi. Men faqat narx-navolarni so'rayapman, videoga olmayman. Qani videoga? Mana. Videoga olmayman. Shu narx-navolarni so'rab Instagramga qo'yib yuboraman. 15 achida kamera bor ekan. Ha. Xullas bular o'sha 13 mingdan, ha? Bular 13 ming. Bular 13 ming, 20 ming. 15 ming. 25. Mana bu 20 ming. Menga kelishtirib beramiz. Bo'ldi, rahmat. Yesicha joyligi mana. Shundoq kirganingizda, bundoq kirasizlar, shundoq chapga qaraganingizda mana shu yerda. Unga qaraganingizda bu yoq mana. Savatlar bo'ladi. Arzon mevalar, naryoqda chiqadi, hamma qimmat sotadi. Ichkariroq kirsanglar, mana shu yerda arzon bo'ladi. Like.